Assalomu alaykum. Toshkent Hospital YouTube kanali kuzatuvchilari. Bizni bugungi mehmonimiz Toshkent Hospital klinikasi endokrinolog shifokori Mutalipova Zarina G'ofurjonovna. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Tomoshabinlarimizga o'zingiz haqingizda ozgina gapirib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Men Mutalipova Zarina G'ofurjonovna, integrativ shifokor endokrinologman. Faoliyatimni Toshkent Hospital klinikasida olib bormoqdaman. Zarina integrativ endokrinolog va endokrinologni farqi nimada? Integrativ preventiv endokrinologiyani oddiy endokrinologiyadan farqi kasallikni faqatgina sababini davolab qolmasdan, kasallikni tub mohiyatini, kelib chiqish sabablarini o'rganadi hamda uni oldini olish bilan shug'ullanadi. Javob uchun rahmat. Zarina, bugun siz bilan o'tkazadigan suhbatimiz mavzusi semizlik haqida. Birinchi savolimiz semizlik nima va u semizlik nimasi bilan xavfli? Semizlik bugungi kundagi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Sababi bu faqatgina estetik yoki tashqi ko'rinish muammosi emas. Ya'ni bu odam sog'lig'i uchun jiddiy xavf tug'diradigan kasallik hisoblanadi. Sababi semizlik yurak qon tomir kasalliklari xavfini oshiradi, infarkt, insult xavfini, arterial gipertoniya xavfini oshiradi, qandli diabetga olib kelishi mumkin va o'z navbatida hattoki onkologik kasalliklarning sababi ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham semizlik to'g'risida gapirish, keng ommaga uni xavflari to'g'risida ma'lumot berish zarur deb hisoblayman. Yurak kasalliklari va semizlik ikkalasi o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Biz odatda o'rganganmiz, kasallikni faqatgina simptomlari bilan kurashamiz, ya'niki arterial bosim ko'tariladigan bo'lsa, gipotenziv dorilar ichamiz, xolesterin oshadigan bo'lsa, xolesterin tushiruvchi dorilardan foydalanamiz, lekin uning sababi bilan kurashmaymiz. Ko'p hollarda bu kasalliklarning sababi semizlik hisoblanadi. Ya'ni semizlik to'g'ridan-to'g'ri yurak kasalliklarini xavfini oshiradi. Bu qanday ro'y beradi? Ya'ni organizmdagi ortiqcha yog' miqdori to'g'ridan-to'g'ri yurakka kelayotgan zo'riqishni kuchaytiradi. Xolesterin miqdori oshadi, qonda qand miqdorining ortishiga sabab bo'lib, qandli diabetga olib kelishi mumkin. Qanday odamlar semirishga ko'proq moyil hisoblanadi? Birinchi navbatda insonning hayot tarzi muhim rol o'ynaydi. Ba'zi insonlar bilamiz, sидячая работа deymiz, o'tirib ishlaydigan insonlar bor. Bularda albatta semirish xavfi o'z navbatida yuqori bo'ladi. Yoki kunlik rejimi noto'g'ri taqsimlangan odamlar. Ya'ni ertalab kech turishadi, kechqurun kech yotishadi yoki hozirgi kunda tungi smenalarda ishlash ham ko'p uchraydi. Bu ham semizlik xavfini oshiradi. Yana ko'p stressga moyil insonlar. Biz bilamiz, stress hammamizning hayotimizda bor, lekin hammani stressga reaksiyasi har xil. Ya'ni kimdir o'sha stressni to'g'ri qabul qiladi, kimdir esa bu stressdan anchagina vahimaga tushib qoladi. Bunday insonlarda ham semirish xavfi anchagina yuqori nisbatan. Zarina, hozirgi kunda yurtimizda juda ham ko'plab insonlar semizlik xastaligi bilan aziyat chekyapti va ozish uchun turli xil usullardan foydalanishyapti. Hozirgi kunda eng urf bo'lgan usullardan biri bu oshqozonning bir qismini operatsiya yo'li bilan, xirurgik yo'l bilan olib tashlash, ya'ni bariatrik usul deb ataladi. Mana shu usulga juda ham qiziqish kuchaygan. Mana shu usulga siz qanday qaraysiz va mana shu operatsiya yo'li bilan ozmoqchi bo'lganlarga nima tavsiya berasiz? Oshqozonni kestirish amaliyoti, ya'ni bariatriya bugungi kunda juda ham keng qo'llanilayotgan amaliyotlardan hisoblanadi ozish uchun, lekin buni o'ziga yarasha ko'rsatmalari hamda qarshi ko'rsatmalari bor. Sababi bu jiddiy jarrohlik amaliyoti hisoblanadi. Ya'ni oshqozonni bir qismi olib tashlangandan so'ng bemor qaysidir holatlarda bemorni nogiron deb ham hisoblashimiz mumkin. Qachon bunga ko'rsatma bor? Agar bemor ozishni hamma usullarini qilib ko'rgan bo'lsa, ya'ni jismoniy faoliyatga alohida e'tibor berdi, ozish uchun parhez qildi, dieta qildi, lekin shunda ham muvaffaqiyatga erishmadi, natija bo'lmadi, hamda unda qo'shimcha xavfli kasalliklar bor, yondosh kasalliklari bo'lsa, ya'ni yurak qon tomir kasalliklari o'sha o'zimiz bilgan, hamda semizlikning 3-darajasida bemor qaysidir hisobda jismoniy faol bo'la olmaydi, chunki bu ozgina jismoniy faollik ham unga yuragi uchun yuklamani oshiradi. Bunday holatda ham bariatriya usuli bu bemorga ko'rsatma bo'la oladi. Qarshi ko'rsatmalarga keladigan bo'lsak, semizlikning 1-darajasi
va bemor hech qanday harakat qilmagan ozish uchun, ya'ni jismoniy faollik bilan shug'ullanmagan, ozishning boshqa usullarini qilib ko'rmagan. Bunday holatlarda bemorga bu usulni tavsiya qilmaymiz. Sababi bu oshqozon juda ham kerakli a'zo hisoblanadi va uning har bir qismini o'zining vazifasi bor. Ya'ni har bir qismi ma'lum bir mikroelement yoki vitaminlarni, hayotiy muhim kerakli omillarni so'rilishi uchun javob beradi. Va uni bu qismini olib tashlash bemorni bir umr bu so'rilishdan mahrum etish bilan teng. Ya'ni bemor butun hayoti davomida ushbu kerakli yetishmayotgan defitsitlarni to'ldirib yurishi zarur. O'zimiz ham amaliyotda bunday holatlarni ko'p ko'rmoqdamiz. Ya'ni bemorlar surunkali anemiya, oqsil defitsitidan aziyat chekishmoqda va bu o'z navbatida boshqa kasalliklarga sabab bo'ladi. Mana shu operatsiya yo'li bilan ozmoqchi bo'layotgan semiz insonlarga tavsiyasi. Bariatriya usulini qo'llamoqchi bo'lib, rejalashtirmoqchi bo'lgan insonlarga tavsiyam bu radikal metod hisoblanadi. Ya'ni bu orqaga qaytmas jarayon. Hozirgi kunda yana hamma qiziqayotgan usullarimiz bu ozdiruvchi ukollar. Bularni effektivligi hozirgi kunda bariatriya bilan tenglashmoqda. Bu hozirgi kunda respublikamizda ham sertifikatsiyadan o'tgan preparatlar ko'p. Bemorning holatiga qarab ushbu ukollardan birini ham tavsiya qilishimiz mumkin. Agar qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa. Shunda ham natijaga erishmasangiz, endokrinolog bilan maslahatlashgan holatda ushbu usulni qo'llash mumkin deb hisoblayman. Demak, oxirgi chora. Oxirgi chora. Zarina, bugungi tavsiyalaringiz va maroqli suhbat uchun sizga rahmat. Taklif uchun sizga ham rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzu bo'yicha sizlarni qiziqtirgan qandaydir savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting va YouTube kanalimizga a'zo bo'ling. Xayr, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, sog' bo'ling.